Assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Ilhomjon. Bugun kollaps haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kollaps o'tkir qon tomir yetishmovchiligining o'rta og'ir ko'rinishi hisoblanadi. Kollapsning yuzaga kelishiga olib keluvchi omillar bular qon yo'qotishlar, suvsizlanishlar, kuyish natijasida, og'riq natijasida, kuchli zo'riqish natijasida hamda kardiogen og'riqlarning hisobiga kollaps yuzaga kelishi mumkin. Agar kollaps vaqtida bemorlarga to'g'ri hamda aniq yordam ko'rsatmaydigan bo'lsak, bu shokka o'tib ketishi mumkin. Kollapsning belgilari: birdaniga bemorni sovuq ter bosib, yurak urishi sekinlashib, nafas olishi sekinlashib, ko'zi oldi qorong'ilashadi hamda hushini yo'qotadi. Bunday holatda bemorlar qon bosimi o'lchab ko'rilganda kritik darajagacha qon bosimi tushib ketganligini, hattoki pulsi ipsimon bo'lib qolganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Kollaps holatlarida birinchi yordam ko'rsatish: darhol bemorni tekis o'rindiqqa yotqiziladi hamda oyoqlari 30-40 sm yuqoriga ko'tariladi. Bu oyoq qo'llaridagi qonni miyaga hamda yurakka oqib borishini ta'minlab beradi. Bundan so'ng kollapsni bartaraf etish maqsadida keltirib chiqargan etiolog omilni yo'q qilishimiz kerak. Qon ketayotgan bo'lsa qon to'xtatamiz, og'riq yuzaga kelgan bo'lsa og'riq qoldiruvchi dori vositalar beramiz. Suvsizlanish yuzaga kelgan bo'lsa qon o'rnini bosuvchi suyuqliklar yoki fiziologik eritmalar qilgan holatda bemorlarga yordam ko'rsatishimiz mumkin. Qon bosimini tiklash maqsadida mezaton, adrenalin kabi eritmalardan ham bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi va bemorlar hayotiy ko'rsatkichlarni nazorat qilgan holatda shifoxonaga gospitalizatsiya qilinadi.